Tos va dumg'aza qismida qiyshayishlar, oyoqda, belda, oyoqdagi kuchli og'riqlar bilan kelgan samarqandlik kenayimizni bizda 4 kungina muolaja oldilar. Keyin otziv berishga qaror qildilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Kelgan vaqtim oyog'im, belim og'riqchida ham kuchli edi. Даже 100 metr ham yurolmas edim. Xudoga shukr. Kelganimga mana 4 kun bo'lgan bo'lsa, natijasini bildim. Yaxshiman. Yurishlarim ham, bellarim ham, qiyshaygan nimalarim ham to'g'ri bo'ldi. Shu shifokorlarga ming rahmat aytaman. Qo'llarida kurtmasin. Yaxshiman. Shifoli bo'lsin. Sizga foydamiz teganda biz ham xursandmiz. Akam ham xursandliklaringizni sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi yuring, xo'p. Siz va sizning yaqinlaringizda shunga o'xshash muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol Skelet klinikasiga kelishingiz mumkin. Malakali mutaxassislarimiz sizlarga yordam berishga tayyor. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, like bilan podpiskani unutmaymiz.